Xo'p, demak, hurmatli kuzatuvchilar, 20-may sanasida konsertimiz bor. Juda ham ko'pchilik biletlarimizni xarid qilishgan, joylarini band qilib ulgurishgan. Umra safarida yo'llarni qanday o'ynaladi, qanday bo'ladi deb bizga xabar kelyapti. Xalq tili bilan aytganda, baraban orqali barchani ko'z o'ngida ko'ngillilar chiqib kelishadi va omadli insonimizga san'atkorlarimizning o'z qo'llari bilan umra safariga yo'llanmani taqdim etamiz. Va chiroyli bo'lgan dasturxonlarimiz, shou dasturlar, o'yin-kulgular, xullas dunyoni g'am tashvishlarini unutib, bir kun o'zingiz uchun yashashga yaxshi imkoniyat, foydalanib qoling. Hurmatli Didi baland kuzatuvchilar, inshaalloh konsert dasturimiz sizlar bilan birgalikda chiroyli bo'ladi degan umiddamiz. Konsertda ko'rishamiz. Biletlar soni juda ham oz qoldi. Siz eng yaxshilariga loyiqsiz.